Nechta til bilasiz? 10 ta. Birinchi marta chet til o'rganganimda men 6 yosh bo'lganman. Bir haftada butun boshli tilni o'rgana olasiz. Orkestrga qatnashganman, raqsga borganman, qo'shiq aytishga borganman, teatrga borganman va sana diplomdan sanab olishgan bo'lsa kerak. Sen ularni qizi emassan. Hozir ham yana eslab yig'lagim kelib ketyapti. Ming bor uzr so'rayman. Bizni kuzatayotgan o'quvchilarga qanday xatolarni qilmaslikni tavsiya qilasiz? Sertifikat topshirgan o'quvchilarga tavsiyam Ibrat farzandlari loyihasi haqida bilasiz. Siz o'qituvchi sifatida nima degan bo'lardingiz? ulardan faqat foydalanib qolish kerak xolos. San'atdan ketganingizga afsuslanasiz? Shuning uchun hozir til o'rganolmayapman. Sizlarni deb men orzularimdan voz kechganman deganmisiz? Men Durdona Qurbonovani boshida juda yomon ko'rardim. Chunki Buncha tilni biladigan qizning oylik daromadi qancha? juda ham ko'p pullarni olib surib olibdi. Ibrat farzandlari loyihasi yoshlar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar, ularga shaxsiy keyslar va yechimlar haqida aynan ularni bevosita boshdan kechirgan shaxslar bilan intervyular jamlanmasidir. Bundan tashqari, asal yeyish uchun arilarga talangan oramizdagi muvaffaqiyatli tengdoshlarimizning hayotiga bo'lgan baland-pastliklar. Muvaffaqiyat degan so'z ularning talqinida qanday bo'ladi? Balki to'xtashim kerakdir degan vaqtlarda o'zida kuch topib oldinga qadam tashlagan shaxslar, ularning barchasi o'zlarini Ibrat farzandlari deb atashadi. Qahramonlarimizning yosh kategoriyasi, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, bosib o'tgan yo'li, yo'nalishi, tanlagan hayot falsafasi, prinsiplari, duch kelgan qiyinchiliklari, keyslari, keltirilgan yechimlari va boshqa jihatlari turli xil. Lekin ularni birlashtiruvchi yagona narsa bu ularning matonati. Taqdirlar har xil, muammoga yondashuv ham. Bularning barchasi Ibrat farzandlari tilidan so'zlanadi. Assalomu alaykum. Efirda Ibrat farzandlari loyihasi sizlar bilan Iroda Jo'rayeva. Loyihamizning bugungi mehmoni ingliz tili o'qituvchisi Sarvinoz Sarvarovna. Assalomu alaykum Sarvinoz. Assalomu alaykum. Yo'qdimasdan intervyumizga kelganingiz uchun rahmat. Taklif uchun sizlarga ham. Sarvinoz, sizni juda ham ko'p intervyularingizni ko'rganmiz. Juda ham ko'pchilik tanishadi. Sizni tanimaganlarga o'zingizni qanday tanishtirardingiz? Nima ish bilan shug'ullanasiz? Kimsiz? Men Sarvinoz Sarvarovna, yoshim 24 da. Hozirda poliglot o'qituvchiman. Sarvarovna til maktabining rahbari va u yerdagi asosiy o'qituvchiman. Va rus, ingliz, fransuz, nemis, ispan, turk va xitoy tillaridan onlayn va offlayn tarzda dars beradigan o'qituvchiman. Tushunarli. Sarvinoz, nechta til bilasiz? 10 ta. Qaysi tillarni? Rus, ingliz, fransuz, nemis, ispan, turk, arab, xitoy, italyan va ispan. Hech qaysi biri esingizdan chiqib qolmaydimi? Masalan, qaysidir tilda gapirganingizda boshqasini aralashtirib olmaysizmi? Yo'q. Qaysi tilda gapirsam hech ham boshqa til aralashib ketmaydi-yu. Faqat kun kech tushavergani sari miyam charchab qolgan paytda unda kimdandir eshitsam chalkashib qolaman. Bu ispan tilimidi yo italyan tilimidi? Tushunaman, lekin qaysi tilligini analiz bera olmayman. Tushunarli. Birinchi marta qaysi tilni o'rgangansiz va buni o'rganishingizga sabab nima bo'lgan? Unda necha yosh bo'lgansiz? Birinchi marta chet til o'rganganimda men 6 yosh bo'lganman. Ona tilini o'rganganman, o'zbek tilini o'rganganman. Chunki yoshligimizda Navoiy viloyati Navoiy shahrida o'zbeklarga nisbatan ruslar ko'p edi. Shuning uchun talab bo'lgan o'zbek tilini o'rganishga. Maktabga borganimda ham agar o'zbek tilini o'rganmasa qabul qilmaymiz deyishgan, uydagilar o'zbekcha gapiradigan qiz xohlashgan, faqat ruscha bo'lib ketgandan keyin shu bilan birinchi o'rgangan tilim o'zbek tili. O'zbek tilini 3 yilda o'rganganman. Уже 4-sinf bo'lganimda maktabda sekin-sekin ravon gapiradigan darajaga bo'lganman. Bitta tilni o'rganishga o'rtacha qancha vaqt sarflaysiz? 1 hafta. Bir haftada butun boshli tilni o'rgana olasiz. Hozirgi kunda ha. Yana til o'rganishingiz niyat bormi? Yana aynan qaysi tillarni o'rganmoqchisiz? Xudo xohlasa, albatta til o'rganish niyatim bor. Hind tilini o'rganmoqchiman. Nega aynan hind tili? Bora hindcha kinolar ham yoqib ketyapti, hindcha qo'shiqlar ham va Instagramda juda ham ko'p chiqayotgan videolar ham hindcha. Hindchaga hozir oxirgi paytda qiziqib turibman. Umuman olganda, mana 10 ta til bilasiz, 10 ta til o'rgangan ekansiz. Bu tillarni hammasini ham ishlatasizmi? Hammasi ham kerak bo'ladimi? Kundalik hayotimda deyarli yo'q. Faqat kerak bo'ladigan rus tili, o'zbek tili va oz-moz ingliz tili. Lekin o'quv markazida dars beraman onlayn, offlayn tarzda. Aynan o'sha paytda kerak bo'ladi. Men chunki offlayn, asosan onlayn tarzda ispan tilidan ham, turk tilidan ham, xitoy tilidan ham, koreys tilidan ham
plus fransuz tilidan ham, nemis tilidan ham dars beraman. Aha. 6 tilda. Rus tili 7 ta. Ingliz qo'shsa 8 tildan dars berar ekanman. Oila a'zolaringiz o'qishingizga va karyerangizga qanday qaraydi? Judayam yaxshi qaraydilar desam bo'ladi. O'zlari sharoit qilib beradilar, o'zlari hammasini yaratib beradilar. Hozir bizning davrimizda nima qilsangizlar qilib olinglar, yordam beramiz. Keyin o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Shuning uchun hamma sharoit bor, faqat foydalanib qolish kerak. Oilaga ham ishga ulgurib qolish qiyinchilik tug'dirmayapti. Uni qanaqa qilib eplasiz? Deyarli qiyinchiliklar yo'q, chunki hamma sharoitni qilib qo'yganlar, hamma sharoit bor. Men uyda biror bir ish qilishimga ham hojat yo'q, chunki hamma ishni ojonim o'zlari qiladilar. Hech qachon men bu ishni qilmabsiz yoki choy damlamabsiz demaydilar. Turgunimcha o'zlari bas juda ham ko'p holatlarda o'zlari qilib qo'ygan bo'ladilar. Hamma sharoit bor. Sizni til o'rganishga oila a'zolaringiz majburlashganmi yoki o'zingiz o'rganganmisiz? Umuman olganda bolalarni til o'rganishga majburlash qanchalik to'g'ri? Xo'p, bu savolingizga sal uzoqroq javob berar ekanman. Chet tilini o'rganishni o'zim istamagan tarzda o'zim istaganman. Ya'ni o'zim aslida bolaligimda meni san'atga qo'yishgan, orkestrga qatnashganman, raqsga borganman, qo'shiq aytishga borganman, teatrga borganman va meni shu san'atni ichida ketayotganim uydagilarim ko'rib, qiz boladan, biz oiladan san'atkor chiqish kerak emas deb 7-sinfimdan boshlab tanlov qo'yishgan. Yo matematikani o'rganasan, yo chet tilini o'rganasan deb. Onam matematik bo'lganlar uchun matematika o'rganishga harakat qilib ko'rganman, lekin umuman miyamga kirmagan, o'rgana olmaganman. Keyin majbur bo'lganman, ixtiyoriy, majburiy tarzda chet tilini o'rganishga. Aha, bolalarni majburlash qanchalik to'g'ri? Bolalarni majburlaganingizdan to u o'zi ichidan his qilmaguncha hech qaysi tilni o'rganib keta olmaydi. U o'zi his qilishi kerak. Masalan, men ham onam meni 7-sinfda individual o'sha ingliz tiliga kursga qo'ygan bo'lsa ham, men 7-sinf, 8-sinfda hech narsa o'rganmaganman. Hatto present simple bilan present continuous'ning ham farqiga bora olmasdim. Keyin axir o'sha 8-sinflik paytimda o'qituvchim menga "Sen Ismatov bilan Ne'matov qizlar bo'lmasang kerak, seni diplomdan asrab olishgan bo'lsa kerak. Sen ularni qizi emassan." Borib uydagilardan so'radigan paytlarda xo'rligim kelib, men aynan shu odamlarning qizlariman deb keyin ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. Aynan shu meni asrab olingan farzandsan deganlari tegib ketgani uchun yaxshi qiz bo'lishga, bilimdon bo'lishga harakat qilib o'qiganman. Hozirgi kunda bilasiz, ingliz tilini, rus tilini, umuman til o'rganayotganlar juda ham ko'p. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Til o'rganish shunchalik moda bo'lib ketdimi yoki davr talabimi? Bu davr talabi bo'lib ketdi. Plus moda ham, chunki hozir davr talabi hamma ingliz tilini va rus tilini o'rganish kerak, chunki qayerga ishga kirmoqchi bo'lsangiz sizga birinchi navbatda rus tili plus sizga IELTS sertifikati yoki ingliz tilini bilish darajasi kerak bo'lib qoldi. Shunchaki ham ingliz tili kitobini ko'tarib yurganlar ham ko'p. Bu ham moda, ham davr talabi. IELTSning boshqa sertifikatlardan farqi nimada? Qiyinlik darajasida. IELTS sertifikati boshqa sertifikatlarga nisbatan qiyinroq. Men o'ylashimcha darajasi ham sal yuqoriroq. Masalan, safarga topshiradigan o'quvchilarim yoki Lingua Skillga topshiradigan o'quvchilarim bilan agar qaraydigan bo'lsam, IELTSda 5,5-6 olayotgan o'quvchilarim Aptistda yoki safarda bemalol 7-8 olishyapti. C1 sertifikatgacha olishyapti. Lekin IELTS o'zida 5,5-6. Shuning uchun men IELTSning darajasi boshqalarga nisbatan yuqoriroq, chuqurlashtirilganroq deb hisoblayman. IELTS olish qiyin, o'zini qiyinlik darajasiga arziydimi? Конечно. Masalan, uni qanaqa imtiyozlari bor? Bilamiz, chet elda IELTS O'zbekistondagichalik mashhur emas. Nimaga O'zbekistonda bunchalik mashhur? Chet elda C1 mashhur, chunki u C1 birinchi bo'lib chiqqan. O'zbekistonda IELTS, chunki O'zbekistonga birinchi bo'lib kirib kelgan sertifikat bu IELTS. Undan keyin C1 kirib kelgan va C1 bu milliy standart shaklida ham qilingan. Shuning uchun ham C1 ning darajasi sal pastroq, IELTS ga yuqoriroq, chunki doim bozorga birinchi kelgan narsa zo'r ketadi. Ikkinchilari baribir ikkinchi. IDP va British Consul'ning farqi nimada? IDP va British Consul'ni aynan farqini aytadigan bo'lsam, bu menimcha asosiy farqi bu speaking da. Chunki masalan British
konsolga borib imtihon topshiradigan bo'lsangiz, nimagadir oxirgi paytda ekzamenerlar sal manmanroq yoki kekkayganroq. No, IDPda bunaqalar juda ham kam. Va mana IDPga topshirgan o'quvchilarimiz speakingda yuqoriroq ball olishadi, bridge konsolda bo'lsa sal pastroq ball olishadi. Buni sababi aslida o'zimizda, chunki hammamiz ham tirikjonmiz, hammamiz ham odammiz. Masalan, sizni menga oddiygina speaking topshiradigan o'quvchi bo'lib kelganingizda ham meni o'zimning ham shaxsiy muammolarim bor, shaxsiy hayolim bor. Derazaga qarayman va o'zimning muammolarimni o'ylab ketaman. Siz bu yerda agar o'zingizga ishonib gapirayotganingizni men quloqim bilan his qilsam, demak, bu qiz biladi. Men sizga ahamiyat bermayman gapingizga, lekin biladi, yaxshi, zo'r, mayli, yuqori ball. Lekin men xayol surib o'tirgan paytimda ham agar siz o'zingizga ishonmasdan, hayajonlanib, duduqlanib gapirsangiz, hech narsani bilmas ekan-ku deyman deb past ball qo'yib qo'yaman. Hozir xuddi shunaqa bo'lyapti. Chunki ular ham odamda muammosi bor. Tushunish kerak. Shuning uchun IELTS topshiradigan, nafaqat IELTS, balki umuman sertifikat topshiradigan o'quvchilarga tavsiyam, sizga ekzamen qarashidan, qaramasidan, e'tibor bermasligidan qat'iy nazar, siz faqat pozitivni bo'lib, to'xtovsiz gapirishingiz kerak. Eng asosiysi so'zlarni bir-biriga ulab-ulab gapirishingiz kerak. Chunki native speaker bo'lish uchun siz tez gapirishingiz emas, so'zlarni bir-biriga ulab-ulab gapirishingiz kerak. Siz shunchaki so'zlarni bir-biriga ulab gapirganingizda native speakerga aylanasiz va o'z-o'zidan ballingiz kamida 1,5 ballga ko'tariladi. Tushunarli. O'zingiz IELTS imtihoni topshirganmisiz? Ha, IELTS imtihon topshirganman. 8,5 sertifikatim bor. Qaysi test markazdan? Bridge konsoldan. Bridge konsoldan 8,5. Agar IDPga topshirganingizda necha olardingiz? Bilmasam, lekin balkim 9 bo'lardi, lekin men nasibam 8,5 bo'lgan ekan. Bunda ham asosiy sekret shunda. Birinchisi shu faqat pozitivni javob berishda. Chunki menga ekzamenerlar ahamiyat bermagan, lekin men gapiraverganman va o'ziga qarata, masalan, siz shunaqa vaziyatda nima qilgan bo'larsiz? Debat qilishga harakat qilganman. Shuning uchun ham yaxshi taassurot qoldirgan bo'lsam kerak. IELTS o'quvchining bilimini qanchalik to'g'ri baholaydi? Masalan, aytaylik, meni IELTSim 7,5, sizniki 8,5. Bu to'g'ri deb o'ylaysizmi yoki? Buni men umuman to'g'ri deb o'ylamayman, chunki men ba'zi bir o'quvchilarim bor, aslida bemalol 8,5 olish kerak, lekin imtihonga kirgan paytda 5,5 olib qo'yadi. Yoki o'zi 5,5 darajadagi o'quvchim bor, 7 olib qo'yadi. Bu omaddan, hammasi yaxshi niyatdan. Bilasizmi? Onam kichkinaligimizda aytardilar-da, tentakka Xudo ham omad beradi deb. Chunki tentak hech narsani o'ylamaydi, faqat yaxshi narsa haqida o'ylaydi va o'shanga erishadi. Va ingliz tilini bilish darajasini sertifikatga bog'lamasning yana bir sababi, masalan, siz ingliz tilida 7,5 IELTS sertifikati bo'lishi mumkin, lekin siz uni ingliz tilini xuddi o'zingiz ona tilingiz kabi gapirib bera olmaysiz, uni tushuntirib bera olmaysiz. Siz uni shunchaki o'zingiz bilasiz, lekin boshqaga tushuntirish qobiliyatingiz yo'q. Lekin 5,5 sertifikati bor o'quvchilar bor yoki umuman odamlar sertifikati yo'q odamlar bor. Ular sizdan yaxshi tushuntirib qo'yishadi. Shuning uchun men hisoblamayman, IELTS bu ingliz tilidagi asl bilimini ko'rsatadi deb. Meni hali ham hayratlantiryapti. Siz bir haftada bitta til o'rganishingiz. Siz fransuz tilini ham bilasiz. Keling, fransuz tilida o'zingiz haqingizda gapirib bera olasizmi? Oui, d'accord. Je m'appelle Sarvina Sarvarna, je suis une étudiante de l'Université des langues du monde et en ce moment j'étudie un 2e cours de master et je sais 10 langues, ou on peut dire 11 langues parce que je sais la langue ouzbek aussi. Je mélange un peu. Endi uni o'zbekchaga tarjima qilib bering. Men Sarvina Sarvarovnaman. Jahon tillari universitetida o'qiyman. O'zbek tili va jahon tillari universitetida o'qiyman. 2-kurs magistratura talabasiman. 10 ta til bilaman yoki bo'lmasam 11 ta til bilaman desam ham bo'ladi. Va ozgina chalgashib ketaman deb jumilan shunday. Chunki orasida to yana nimadir deb inglizcha ham qo'shib yubordim. Uni orqasidan fransuzchasini qo'yganim uchun ozgina adashib ketdim deb qo'ydim. Aha, tushunarli. Til o'rganishda qo'yilayotgan eng katta xatolar nima? Siz o'quvchilarga, bizni kuzatayotgan o'quvchilarga qanday xatolarni qilmaslikni tavsiya qilasiz? Birinchi navbatda nima uchun sizga o'sha til aniq kerak, shuni bilib olishingiz kerak va maqsad qo'yib olishingiz kerak. Qancha paytda qaysi tilni o'rganmoqchisiz va qancha muddatda qaysi darajagacha o'rganmoqchisiz. Agar siz shunchaki bemaqsad o'rganadigan bo'lsangiz, sarflanadigan pullaringiz, sarflanadigan vaqtlaringiz behuda ketadi. Lekin siz maqsad bilan ishlaydigan bo'lsangiz, unda sizda konkretniy plan bo'ladi, qancha muddatda nimalarni o'rgana olishingiz uchun. Men sizga chet tilini o'rganishingizdan oldin tavsiya beraman. Любой yoki istalgan kursga borishingizdan oldin shunchaki Google ga kiring va oddiy ingliz tilini tasavvur qiladigan bo'lsak, ingliz tili grammatika
degan bitta kitobni skachat qilib oling. Immun darajasiga qarang. O'zi ingliz tilida nima bor ekan? Hamma mavzularni ketma-ketlikda bloknotingizga ko'chirib oling. Keyin o'zingizga kun sarflang. Masalan, boshidagi ikkita mavzuni necha kunda o'rganaman. Men shunaqa o'rganaman, o'sha istalgan bitta kitobni, o'sha grammatika qoidalarini olib, 3-4 ta mavzu uchun bitta kun belgilayman. Men shu kunda o'rganaman, buni 4 soatda o'rganaman, buni 5 soatda o'rganaman deb va har kuni ertalab turganimda kunimni albatta 10-15 minut vaqt sarflasam ham planlashtirib olaman. Chunki agar qaysidir kun men reja qilmasam, masalan, soat 8 dan 10 gacha men buni qilaman, bundan bungacha buni qilaman, reja qilmagan bo'lsam, kunim behuda o'tib ketib qoladi. Chunki endi nima qilishim kerak? Qaysi biridan boshlasam ekan, vazifalarim ko'p bo'lsa, undan boshlasam ekan, bundan boshlasam ekan bilan vaqt ketib qoladi. Shuning uchun eng juda ham maslahat bergan bo'lardim. Avval qaysi tilni o'rganyapsiz va u tilda nimalari bor, shu narsani bilishingiz kerak. Tushunarli, rahmat kattakon maslahatlaringiz uchun. Tillarni onlayn o'rgatish, Ibrat farzandlari loyihasi haqida bilasiz. Ushbu loyiha haqida fikrlaringiz, o'qituvchi sifatida fikrlaringiz qanday? O'qituvchi sifatida bu loyihaga men juda ham zaman, chunki mana sizlar shu Ibrat farzandlari loyihasini YouTube platformasiga qilayotgan bo'lsangizlar, men 2020-yildan buyon xuddi shu narsa bo'yicha Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'sha bepul darslar olib boraman va hozirda ham marafon dars olib boryapman ingliz tili bo'yicha. Juda yaxshi loyiha, juda zo'r loyiha, chunki hozir hammani ham sharoiti yo'q. Aynan o'sha o'quv kurslariga borib, falon pul to'lab kursga borib, yana qachondir kursga borganda ham yaxshi natija olmay qolishligi mumkin. Lekin bu juda zo'r loyiha. Ayniqsa chekka viloyatda turadiganlar uchun ham. Bizni kuzatayotganlarga eslatib o'tamiz, bizning Ibrat farzandlari YouTube kanalimizda istalgan tilingizni onlayn, vaqtingizni o'quv markazlariga bormasdan turib, uyingizda o'tirgan holda o'rganishingiz mumkin. Xo'p, sizga navbatdagi savolim, til o'rganishning qanday noodatiy usullari bor? O'zingiz qanday noodatiy usullardan foydalanasiz til o'rganganda? Chet til o'rganganda men 3 kunda ingliz tiliga o'sha istalgan grammatikasini 3 kunda o'rganib chiqaman. Va siz agar qaysidir tilni, o'zbek tilidan boshqa istalgan bitta tilni biladigan agar o'rganuvchilar bo'lsa, maslahat beraman. Masalan, siz rus tilini bilasizmi? Qaysidir chet tilini rus tiliga taqqoslab o'rganing. O'shanda juda ham tezroq o'rganasiz. Men o'rganadigan o'sha eng asosiy narsam, hech qachon kursga bormayman. Faqat Google dan, YouTube dan aynan o'sha tilni sohiblaridan chet tilini o'rganaman va birinchi, masalan, 3 kunlikda men italyan tilini o'rganib chiqqan bo'lsam grammatikasini 4-kundan boshlab men italyan tilida multfilm ko'rishni boshlayman. Multfilmda bitta so'zni aytadi, multikni pauza qilaman va o'zim qaytadan aytaman. Boshida talaffuzim o'zimga juda ham yoqmaydi, juda ham xunuk chiqadi. Yana qaytadan boshiga qaytib, yana bitta eshitaman va yana aytaman. Yana o'xshamaydi, yana boshdan. Xuddi shunaqa qilib, keyin bitta so'zni o'xshatgandan keyin 5 ta 6 ta so'z o'rganganimdan keyin oynaga boraman va oynaga qarab o'zimga o'zim italyan tilida yoki fransuz tilida so'zlay boshlayman. Tasavvur qilamanki, men bitta katta konferensiya zalida pastda yuzlab, minglab odamlar meni kuzatyapti va men ularga rech o'qiyapman. Va xuddi shunaqa qilib shijoat bilan oynaga qarab o'zim gapirganimdan o'zim ham ruhlanib, yana ham tezroq tilda o'rganib ketaman. Eshitishimizcha, siz magistraturani bitirguncha 12 ta til o'rganishni rejalashtirgansiz, lekin hozir unga vaqtim yetmasligi mumkin, ulgurmasligi mumkin deyapsiz. Yuqorida aytganingizdek, bitta tilni o'rganishga 1 hafta vaqt sarflaysiz. Bu orasida qanaqa bog'liqlik bor? Siz nahotki ulgurmaysiz magistraturani bitirguncha yana 2 ta til o'rganishga? Juda to'g'ri savol berdingiz. Odam mana chet tilini o'rganish uchun yoki istalgan narsani o'rganish uchun avval o'zi ruhan tayyor bo'lish kerak va uni miyasi sokin bo'lishi kerak. Lekin ayni paytda menda unaqa emas. Hozir ham yana eslab yig'lagim kelib ketyapti. Ming bor uzr so'rayman. Uydagilarni juda sog'inganman. Onamni, dadamni juda sog'inganman. Shu uchun ham miyam hozir notinch. Umuman dars qilaman desam ham, dars o'taman desam ham faqat onam hayolimga kelaveradilar. Chunki ko'rmaganimga endi 1 oy bo'ldi, lekin juda sog'indim. Shu uchun ham hozir umuman vaqt ajratishni xohlamayman o'qishga. Vaqtim bo'ldimi, shu onam bilan telefonda gaplashsam deyman. Hamma sharoit bor. Hozir yashayotgan uyimda ham. Ojon xuddi o'zimni onamdaylar, lekin bilmadim. Miyam qanaqadir notinch. Shu uchun hozir til o'rgana olmayapman. Nega ayrim o'quv markazlar bilimdan ko'ra ko'proq tashqi ko'rinishga, imijga e'tibor beryapti? Sizning o'quv markazingizda bu qanday? Meni o'quv markazlarimga borib ko'rsangiz, ular juda ham oddiygina.
kam talonli o'quv markaz. Lekin aytganingizdek, juda ham ko'p o'quv markazlar, juda chiroyli, shohona. Odam bitta ko'rganda, vo, nima uchun bunaqa bo'layotganligi hozir bizni xalqimiz ham o'zgaryapti. Mana gap bor-ku, siz istalgan joyga borsangiz, sizni kiyimingizga qarab kutib olishadi. Keyin bilim salohiyatingizga qarab kuzatib qo'yishadi. Hamma chiroyli joyda o'qishi va chiroyli joyda yashashi, faqat chiroyli, komfortnida bo'lishi xohlashadi. Shuning uchun ham hozir o'quv markazlarida chiroyli, hashamdor stil paydo bo'lgan. Lekin men o'quv markazimda unaqa emas. Kam talonli, chunki men o'zim juda ham qo'rqoqman. Masalan, yonimda agar kamroq pulim bo'ladigan bo'lsa, juda chiroyli bo'lgan kiyim do'konga kira olmayman. O'shani tashqarisida qarab turaveraman, lekin o'sha do'konga kira olmayman. Qachon meni juda ham ko'p pulim bo'lib ketsa, narxni ko'rib qo'rqib ketmaydigan bo'lsam, unda kiraman. Yoshligimda shunaqa bo'lganim uchun menga o'xshaganlar ko'p deb o'ylayman. Va shu uchun ham o'quv markaziga kirsangiz, mana tashqi tarafi uncha bo'lmasligi mumkin, lekin ichkarisi chiroyliroq. Meni o'sha o'qiydigan o'quvchilar faqat shu bilimga qarab keladiganlar qo'rqoqlar bo'ladi odatda. Endi kelgan paytda qo'rqoq bo'lishadi. Haqiqatan xuddi menga o'xshab hamma narsadan qo'rqadigan, lekin keyin уже kuchayib ketishadi. O'zim aynan xuddi shunaqa toifa bo'lganim uchun, men ham aynan xuddi shunaqalarni odam qilishim kerak deb hisoblayman. O'zbekistonda chet tillarini o'rganish uchun yetarli imkoniyatlar bormi? Buning boshqa davlatlar bilan solishtirganda yutuq va kamchiliklarni ayta olasizmi? Boshqa davlatlar bilan solishtirganda yutuq va kamchiliklarni ayta olmasligim mumkin. Chunki juda ko'p gaplar gapirib qo'yishim mumkin. Gapiravering, sizga ko'proq gap. Xo'p, O'zbekistonda hozir chet tilini o'rganishingiz uchun hamma sharoitlar bor. Faqat ulardan foydalanishingiz kerak. Qanaqa sharoit degan paytda, masalan, mana hozirgi sizlarning o'sha YouTube kanallaringiz Ibrat farzandlari yoki bo'lmasam Telegram yoki Facebooklarda olib borilayotgan juda ham ko'p o'qituvchilar tomonidan olib borilayotgan marafon darslar yoki shunchaki YouTube'ni o'ziga kirganda ham, Google'ni o'ziga kirganda ham bepul ma'lumotlar bazasi. Ulardan faqat foydalanib qolish kerak xolos. Chet elda agar oddiygina Fransiya bilan men taqqoslaydigan bo'lsam, juda ham ko'p tanishlarim va juda ham ko'p o'quvchilarim Fransiyada, Xitoyda o'qishadi va u yerda biznikidan-da ko'p sharoitlar bor, juda ko'p. Oddiygina kutubxonalar ham Xitoyda o'qiydigan qarindoshimiz bor. Tungi soat 11, 12, 3, 4 bo'lsa ham kutubxonada o'tirib dars qiladi. Lekin bizda u sharoit yo'q. Va o'sha Xitoyda o'qiydigan qarindoshimiz aytadiki, Wi-Fi bor, hamma narsa bor, istalgancha foydalansa bo'ladi. Qaysi O'zbekiston kutubxonasida Wi-Fi bor va qaysi kutubxonadan foydalanuvchi uchun ochiq. Va hattoki oddiygina bizda kutubxonalar ham pulli, lekin ularda pullik emas. Oddiy kutubxonaga Alisher Navoiy kutubxonasiga borishingiz uchun pul to'lashingiz kerak, keyin kirishingiz kerak. Va har safar borganingizda albatta o'sha qog'ozingiz bo'lishi kerak. Agar o'sha bo'lsa kirasiz, bo'lmasa kira olmaysiz. Ko'proq narsangiz bo'lsa kira olmaysiz, bo'lmasa yo'q. Xullas, bizda aslida men o'ylayman, shunchaki qo'yib qo'yilgan qonunlar shunchaki chiqadi, lekin amalda yo'q. Siz o'qituvchi sifatida nima degan bo'lardingiz? Bolalar hozir o'zi xohlab ingliz tilini o'rganyaptimi? Umuman tillarni o'zi xohlab o'rganyaptimi yoki ularni ota-onasi majburlayaptimi? Ularni hozir ota-onasi majburlayapti. Chunki bola psixologiyasida shunaqa narsa borki, bola hech qachon biror narsaga muhtoj bo'lmaguncha hech qachon biror narsaga harakat qilmaydi. Agar qorni och qolsa, u ovqat qilish haqida o'ylaydi, lekin qorni to'q paytda ovqat qilish haqida o'ylab ko'rmaydi. Chet tilini o'rganish ham shunaqa. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz ota-onani qistovi bilan, ota-onani yoki opalarini urishuvi bilan kurslarimizga kelishadi, tayyorlanishadi, natijaga erishmaydi, maktab tugatishadi, o'rtoqlar universitetga kirib ketgan, lekin bitta bu qolganini his qilgandan keyin ustoz men endi haqiqatdan o'qishim kerak degan narsa bo'ladi. Faqat ota-onalar majburlayapti, lekin bolalar his qilmayapti. Tilni samarali o'rganish uchun bolada shaxsiy o'zining qobiliyati bo'lishi shartmi? Masalan, til o'rganishga bo'lgan talant. Unaqa talanti bo'lmasa ham til o'rgana oladimi? Insonni hamma narsaga talanti bor, hamma narsaga qobiliyati bor. Masalan, men hech qachon o'ylamaganman, hech qachon ta'lim sohasida ketaman, chet tillarida dars beraman deb. Chunki yoshligimdan faqat san'at ichida bo'lganim uchun men o'zimni teatr aktrisasi yoki estrada xonandasi bo'laman deb o'ylardim. Taqdir taqozosidan butkul boshqa sohaga, san'atdan ta'lim sohasiga o'tib ketdim. Majburiy, ixtiyoriy tarzda chet tilini o'rgandim va menda talant bo'lmagan bu narsaga. Talant san'atga bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bunga bo'lmagan. Lekin mana odam bo'ldik, Xudoga shukr.
Bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Menimcha juda ham ko'p qizlar bolaligida doktor bo'lishni orzu qilishadi. Chunki bobolari, buvilari ko'p dori ichadi, ko'p davleniyasi oshadi. Sizni davolayman deb doktor bo'lishni orzu qiladi. Ulardan bittasi menman. Shunaqa orzu qilgan qizlar bo'lsa, biz birgamiz. Keyin doktorlikdan keyin o'sha 3-sinfli paytimda orkestrga borib qolgandan keyin bo'ldi, doktorlikni yig'ishtirdim. Men endi dutorchi qiz bo'laman deganman. Dutorchi qiz bo'lgandan keyin qo'shiq aytish boshlab, endi men qo'shiqchi bo'laman deganman. Keyin rus xalq orkestriga borib balalayka chalish o'rgangandan keyin balkim balalayka chaladigan qiz bo'larman deganman. Keyin raqsga borganman. Keyin teatrga qarabsizki, oxiri yo teatr aktrisasi yoki bo'lmasa estrada xonandasi bo'laman deb o'ylaganman. Chunki san'at sohasida ham 100 dan ortiq diplom, sertifikat, kuboklarim bor. Juda ko'p festivallarga qatnashganmiz, Istiqlol Turkistonlarda juda ko'p marta konsertlar berganmiz. Lekin bo'lmay qoldi, san'atdan ketib qoldik. Endi majburiy tarzda, ixtiyoriy tarzda onam xohlaganlari uchun o'qituvchi bo'lib o'tiribman. Onasi xohlagani uchun ingliz tili yoki istalgan tili o'qituvchi bo'lganlar, salom, biz birgamiz. Tushunarli. San'atdan ketganingizga afsuslanasizmi? San'atdan ketganimga afsuslanaman. Ayniqsa o'zim tengilarini ko'rganimda yoki mendan 1 yosh katta yoki 1 yosh kichiklarni erishayotgan muvaffaqiyatlarini ko'rgan paytimda ichimdan xo'rligim kelib ketadi. Nimaga men bo'la olmasmidim buni o'rnida? Men bundan yaxshi qila olmasmidim deb. Hatto shunaqangi paytlar bo'lgan, men Durdona Qurbonovani boshida juda yomon ko'rardim. Chunki deyarli tengdoshmiz va u ham xuddi mendagi iste'dodli va men o'ylardim, men ham xuddi shunaqa ijro qilardim-ku. Nimaga menga ruxsat berishmagan? Nimaga Durdona onasi ruxsat bergan? Uni onasi san'atga qo'ygan ekan-ku deb juda xafa bo'lardim va 2 yil oldingacha undan juda nafratlanardim. Hayotda tanimayman, umuman ko'rmaganman, lekin shu qizni yomon ko'rardim. Keyin 2 yil oldin tushunib, bu qiz menga yomonligi tegmagan-ku deb keyin yaxshi ko'rishni boshladim. Va masalan Istiqlol san'at saroyida yoki bo'lmasa teatrlarda yaxshi rollarni ko'rib qolsam, afsuslanaman. Men ham shu rolni ijro qilsam bo'lardi-ku, men ham shunaqa tarixiy rollar qilsam bo'lardi-ku, men ham shu ekranlarda yana qolsam, davom etsam bo'lardi-ku deb juda afsuslanaman. O'sha paytlar yig'lab olaman, so'rayman, iltimos men ham shu ekranga chiqsam maylimi, qaytsam maylimi desam, yo oilani tanlang yoki buni tanlang deydi, bo'ldi, keyin o'zim holimga kelib qolaman. Biror marta ota-onangizga sizlarni deb men orzularimdan voz kechganman deganmisiz? Yo'q, bu gap xayolimga ham kelmagan ekan. Hech qachon unaqa demaganman, chunki mana onam dadamlar istagan yo'ldan ketgan bo'lsam ham kam bo'lmadim. Agar kam bo'lib qolganimda, biror nima kamchiligi bo'lganda yoki shunchaki o'qituvchi hech kim tanimaydigan va hech kim pisand qilmaydigan yoki hech narsani o'rgatishga layoqatsiz odam bo'lganimda balki afsuslanardim. Chunki sizlarni deb men shu kasb tanladim, lekin hech kim bo'lmadim. Yo'q, lekin Xudoga shukr, hozir juda ham xursandman. Tushunarli. Mana siz 10 ta tilni bilasiz. Buncha tilni biladigan qizning oylik daromadi qancha? Oylik daromadim har xil. Bu haqida ayta olmayman. Lekin shuni aytishim mumkinki, juda ham ko'p emas yoki juda ham kam emas. Oylik daromadingiz asosan atrofingizda kimlar borligiga, kimlar bilan yaqinligingizga va kimlar bilan ishlashingizga qarar ekan. Chunki yaqinda 3 oycha oldin bir shunaqa ish bo'ldi. Men eng ishongan bitta shogirdim o'quv markazimizdagi juda ham ko'p pullarni olib surib olibdi va xuddi shu narsadan keyin men hozir ayni paytda krizisga tushib qolganman, chunki faqat hozir topgan pulimni o'sha qiz o'g'irlab ketgan pullarni o'rniga qo'yish uchun sarflayapman. Shuning uchun oxirgi 3 oyda umuman foyda qilmayapman. Tushunarli. O'zi til o'rganish uchun ustoz qanchalik kerak? Self study'ning foydasi bormi? Ustoz deyarli kerak emas. Chunki hozir Google bor, YouTube bor. Aslida siz hech qaysiz menga muhtoj emassiz. Men juda ham ko'p intervyularda aytaman va yana aytaman, hech qachon o'quvchi o'qituvchiga muhtoj emas, agarki u o'sha tilni nima ekanligini bilsa va o'sha tilda nima qoidalar bor ekanligini bilsa. Agar siz Google ga kirib, masalan, ispan tilini grammatikasi degan kitobni olib, grammatikasini mavzularini o'rganib chiqsangiz, YouTube ga o'sha mavzuni qo'ysangiz, ya'ni o'zbek tilida qo'ysangiz to'g'ri ma'lumotlar kam, rus tilida yoki o'zingiz biladigan ingliz tilida qo'ysangiz unda juda ko'p ma'lumotlar bor. Unda men kerak bo'lmayman. Lekin agar siz faqatgina o'zbek tilini biladigan odam bo'lsangiz, unda men sizga kerakman. Tushunarli. Bilamiz, til o'rganishda hozir juda ham ko'p qo'llanmalar, kitoblar chiqarilyapti. Bular qanchalik samarali? Siz ulardan foydalangan
o'qiganmisiz? Man endi ingliz tilini o'rganayotgan paytimda menga o'qituvchim Bonk degan kitob tavsiya qilganlar va biz 2 yil Bonk bilan o'qiganmiz, lekin men hech narsa o'rganmaganman, zig'ircha. Keyin hozirgi chiqayotgan kitoblardan aytadigan bo'lsam, masalan, oddiygina Booknomi degan kitobni aytay. Televizorda har kuni reklamasi ketadi. Har kuni ovqatlanayotgan paytimizda 20 marta shuni eshitamiz. Lekin Booknomi o'qimoqchi bo'lgan odamlarga men tavsiya qilaman. Umuman olish shart emas. Chunki u kitobni endi chiqqan paytda men olib ko'rganman va juda ham ko'p ichida g'ich xatolarni ko'rganman. Agar siz o'sha xatolar bilan ingliz tilini o'rganadigan bo'lsangiz, chet tilini o'rganadigan bo'lsangiz, unda sizni kelajakda umuman to'g'rilab bo'lmas kamchiliklar kutib turibdi. Sizga tavsiya beraman chet tilini o'rganish uchun eng yaxshi maslahatim bu Rahmatov degan kitob bor. Agar ingliz tili bilan qaraydigan bo'lsak, Rahmatov deb izlasangiz, Google'da bitta PDF kitob chiqadi, o'zbekcha, inglizcha o'rgatilgan. O'sha kitob juda ham zo'r original kitob siz o'rganishingiz uchun. Boshqa kitoblarni tavsiya qilaman, faqat Rahmatov. Lug'at o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda Destination B1, B2, C1, C2 dan boshlang va uni ham faqatgina vocabulary qismini o'rganing. Grammatikasini tavsiya qilmayman. Grammatikasini Rahmatovda o'rganing, vocabularyni Destinationda o'rganing. Yoki agar 0 darajada hali ingliz tilida ABC ni bilmagan bo'lsangiz, unda avval 4000 essential kitoblardagi lug'atlarni o'rganing, Destinationga o'ting. Til o'rgatish uslub, metodingizni qanchalik tez-tez o'zgartirib turasiz? Deyarli har oy o'zgartirib turaman. Chunki o'quvchini xarakteriga qarab, o'quvchini qabul qilishiga qarab metodlar ham o'zgarib borar ekan. Masalan, men endi ingliz tilidan dars bera boshlagan paytim 6 yil bo'libdi va 6 yil oldin men umuman boshqacha stilda dars o'tardim. Lekin bir marta o'sha dadam tanbeh berganlardan keyin men dars o'tishimni ingliz tili grammatikasini boshida, masalan, ingliz tiliga boshlagan bo'lsak, 3 oy o'rgatganman. 3 oyda ingliz tili grammatikasini o'quvchilar zo'r o'rgangan. O'rgataverib as bo'lib ketdim. Keyin 1 oyda ingliz tili grammatikasini o'rgatargan bo'ldim. Keyin o'tgan yili 3 kunda ingliz tili grammatikasini o'rgatargan darajada bo'ldim. Men ham o'rgataman, o'quvchi ham 100% o'rganadi va qo'llay oladi. Bugungi kunda men ingliz tilini o'rgatish uchun grammatikasini 1,5 soat vaqt sarflayman yoki 1,5 soatga ham bormaydi. Ingliz tili grammatikasi A dan Z gacha. 1,5 soatda men sizga o'rgataman. Siz uni 100% qabul qilib, yana istalgan o'zingiz ishongan ingliz tili o'qituvchisiga borib, "Meni bitta savol javob qilib ko'ring-chi" desangiz, kam bo'lmaysiz. Uyalib qolmaysiz. Tushunarli. Til bilish, fikrlash va dunyoqarashga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Til bilish bu dunyoqarashingizni keskin o'zgartirib yuboradigan narsa. Chunki mana fransuz tilini o'rganayotgan paytim men как fransuzhenka bo'lib qolganman. Fransuzcha kiyinadigan, fransuzcha shapkalar kiyadigan, fransuzlarga o'xshab juda ham viqor bilan yuradigan va fransuzlarga o'xshab iltifotlar qiladigan qiz bo'lganman. Keyin nemis tilini o'rgangan paytimda men juda ham qattiq qo'l qiz bo'lib ketdim. Birdaniga bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. Bo'lmasa otib oladigan darajada shunaqa yomon bo'lib ketdim. Koreys tilini o'rgangan paytimda даже ovqatlarni ubukim bilan yeyishga ham xijolat bo'lib, ovqat yegan paytda xuddi koreys madaniyatidagi bo'lib, ispan tilini o'rgangan paytda mashnaqalar qilib, gapirib, ovqatlanib, umuman qaysi tilni o'rgansangiz o'sha tilning madaniyatiga o'zingiz istamagan tarzda kirib ketasiz. Chunki til o'rganayotgan paytingizda uni kinolarini ko'rasiz, kinosini ko'rasizmi, vaholanki o'zingiz bilmagan tarzda ong osti o'sha kishilarga taqlid qila boshlaydi. Va hozirgi kunda men o'zimni tushunishim juda ham qiyin, chunki hamma tilni madaniyati bilan o'rganib chiqqanim uchun ba'zida o'zimni tushunmay qolaman. Endi qaysi qanaqa pozitsiya tutsam ekan, nemislarga o'xshab nemetskiy расчёт qilsam ekan yoki jimgina tursam ekan deb. Chet tilini o'rganayotgan paytingizda men tavsiya qilaman, agar shunchaki chet tilini o'rganib, shunchaki chet tilga ketmoqchi bo'lsangiz, avval uni madaniyatini o'rganing. U bizning madaniyatimizga to'g'ri keladimi? Agar to'g'ri kelsa o'rganing. Agar majbur bo'lsangiz qaysi tilni o'rganishga, unda o'rganavering. Lekin fikrlash doirangiz ham keskin o'zgarib ketadi. Xuddi o'sha odamlardek fikrlaydigan bo'lasiz. O'zingizning madaniyatingiz ham o'zgarib ketadi va tilingiz ham o'zgarib ketadi. Masalan, biz o'zbek tilida gapirgan paytimizda, masalan, siz gapiryapsiz, so'zlaringiz dona-dona, chiroyli, durdona bo'lib chiqyapti. Ammo gapirgan gaplarim ulanib ketyapti. O'tchida ulanib ketadi. Siz meni gapimni tushunishingiz uchun yo men bilan avvaldan tanish bo'lishingiz kerak yoki ko'p meni kuzatgan bo'lishingiz kerak. Yoki bo'lmasam yarim soatdan keyin siz meni fikrlarimni
100% qabul qila olasiz. Ungacha sizni bu miyangizdan kirib, bu qulog'ingizdan kirib, bunisidan chiqib ketib qoladi. Sababi men ko'p chet tilini o'rganganim uchun meni gapirish ohangim xuddi fransuz tilinikidagi, ispan tilidagi, italyan tilidagi. Nimaga? Chunki fransuz, ispan, italyan, umuman romano-german tillari, ingliz tili ham bitta gapni bitta nafasda gapirishingiz kerak. Gapingizni boshlanishi, masalan, bitta so'zda bo'lsa, siz o'sha gapirgan paytingizda nafas olib, keyin o'sha gapni to nafasingizni chiqarguningizcha aytishingiz kerak. O'shanda siz native speaker bo'lasiz, haqiqiy til o'rganish bo'lasiz. Biz o'zbek tilida bo'lsa, dona-dona aytamiz. Ingliz tilida bitta gapni boshdan oxirigacha bitta nafasda ayta olsangiz, siz haqiqatan tez gapirasiz, chiroyli gapirasiz va so'zlarni ulab-ulab gapirasiz. Agar siz ingliz tilini xuddi o'zbek tilimizdagi dona, chiroyli gapirsangiz, unda siz g'irt o'zbek ingliz bo'lib qolasiz. Shunaqa gaplar. Rahmat. Maktabda birinchi chet tili joriy qilinganda bola necha yoshda bo'lishi kerak? Umuman bolani til o'rganish uchun yosh ahamiyati bormi? Bolani til o'rganish uchun yoshi emas, aql faoliyati, miya ishlashi inobatga olinadi. Chunki agar masalan farzandlar ba'zi bir bolalar bor, 1 yoshdan tili chiqib ketadi, ba'zi bir bola 2 yoshdan, ba'zi bir 3 yoshdan. Bola bitta tilda ravon gapirgandan keyin yoki bo'lmasa ravon emas, oz-moz fikrini ifoda eta olgandan keyin unga ikkinchi til qo'shsa bo'ladi. Farqi yo'q u qaysi yoshdanligi. 1-sinfdan chet tilini boshlash esa bu juda ham kech, juda kech. Agar bolangiz 1-1,5 yoshda gapirish boshlagan bo'lsa, chunki bemalol bola qabul qila oladi. Siz masalan hozir bir kunda 20 ta so'z yodlay olsangiz, aslida o'sha bola bir kunda 50 ta yodlay oladi. Biz ota-onalar aytishadi-ku, bolam qiynalib qoladi deb. Yo'q, bolaning miyasida hali hech narsa yo'q. U hali bo'sh, unga qancha ma'lumot bersangiz shuncha qabul qiladi. Faqat bolaning erkaligiga qaramasdan o'rgatish kerak. Qattiqqo'llik kerak deb o'ylaysizmi? Bolani o'rgatayotgan paytda qattiqqo'llik emas, o'yin kerak bo'ladi. Bolaga, mana farzandlarga o'yin o'ynatgan holda o'rgatish kerak. Masalan, tasavvur qilaylik, bola sizdan mana shu telefoningizni olib o'yin o'ynamoqchimi, telefon so'rayaptimi? Siz unga avval shuni ingliz tilida aytasan, keyin olasan. Iltimos, telefoningizni berib turing, o'yin o'ynasam maylimi deb majburlab o'yin o'ynash uchun majburlasangiz bola o'rganadi. Yoki bo'lmasam oddiygina o'yin paytda, masalan, Lego o'yinlarini ham mana bu nima deb so'ragan paytda uni inglizchasini ayting, keyin o'zbekchasi yoki ruschasini ayting. O'yin bilan birga o'rgating. Bolaga, mana maktabga chiqqancha bolaga yoki maktabda 1-2 sinf, 3-4 sinf vaholanki bolalarga kitob bilan dars o'rgatish bu juda ham xato. Ularga faqat o'yin bilan o'rgatish kerak. Bolalar faqat o'yin bilan o'rganadi. 5-sinfdan, 4-sinfdan boshlab ular уже katta bola bo'lib, shaxsiy men degan narsalar rivojlanadi, tarixni eslay boshlaydi, o'zini taniy boshlaydi. O'sha paytda bemalol kitob bilan o'rgansa bo'ladi. Lekin 5-sinfgacha bolaga faqat o'yin bilan o'rgatish kerak. Agar unga kitob, daftar berib qo'ysangiz, u o'qimaydi hech qachon. U katta bo'lguncha ham o'sha tildan nafrat bilan o'sadi. Sir emas, vaqt o'tgan sari jamiyatda qizlarning faolligi pasayib ketadi. Siz O'zbekistonda juda ham kam sonli qizlardansiz, bunaqa ko'p tilni biladigan, balki yagonadirsiz. Qizlarni faolligini oshirishda nimalar qilish kerak? Qizlarga qanaqa tavsiyalar berasiz? Qizlarni o'zi hech narsa qila olishmaydi. Men qizlarga emas, qizlarning dadalariga maslahat bergan bo'lardim. Agar dadalar meni eshitayotgan bo'lishsa yoki eshitishsin, qizlar ko'rsatinglar. Mani dalam ham avval meni o'qishimga qarshi bo'lganlar. Masalan, qiz bolaga o'qib nima kerak? Baribir kelin bo'ladi, bolalarga qaraydi, turmush o'rtog'i ishlatadimi, ishlatmaydimi degan narsalar bo'ladi. Men dadamda ham bo'lgan vaqtida onam majburlab, yo'q o'qiydi, o'qisin deb o'qitishgan. Men tavsiya qilaman, ey qadrli dadalar yoki bo'lg'usi dadalar, qizingiz ertaga qaysidir oilaga kelin bo'lib tushganda, ona bo'lganda, o'zini farzandiga o'zi chiroyli tarbiya berishi uchun, uni madaniyatli qilishi, muomalali qilishi va bilimli qila olishi uchun ona tayyor bo'lish kerak. Chunki tarbiyani ota emas, ona beradi. Agar onani o'zida bilim bo'lmasa, onani o'zida tarbiya bo'lmasa, bolani kelajagi parokanda bo'lib ketadi-ku. Qancha bilimsiz onalarning orqasidan qancha bolalar hozir yotibdi o'sha qamoqxonalarda yoki qancha jinoyatlar bo'lyapti. Buni sababchisi hamma, masalan, men ko'p psixologik ko'rsatuvlar ko'raman. Shunda erkak ayolni aybdor qiladi, ayol erkakni aybdor qiladi. Aslida eng katta aybdor bu ayolning dadasida, ya'ni onaning dadasi. Agar onaning dadasi unga chiroyli qilib ta'limni berganida, ta'limga sharoit qilib berganida, farzandlar chiroyli kamol topgan bo'lardi. Masalan, meni ham shu kunga yetishimga sababchi odam bu meni onam.
Chunki onamni ham dadalari o'qitgan, shu uchun onam chiroyli odam bo'lganlar va meni ham shunaqa chiroyli qilib tarbiyaladilar. Tushunarli. Sizga oxirgi savolim, hayotingizda qilganingizdan afsuslanadigan qaroringiz bormi? Yo'q. Hech qaysi qarorimdan afsuslanmayman, chunki hamma qilgan xatolarimga ham o'zim sababchiman. Agar o'sha xatolarimni qilmaganimda, men bugungi kundagi Sarvinoz bo'lmasdim. Mani bugun men bo'lib turishim uchun, mani bugun shu ahvolga kelishim uchun, mani aynan hozir siz ko'rib turgan xislatlarim uchun o'sha ayblarni qilishim kerak bo'lgan va men shularni qilganman va shu qaysidir xatolarimni qilganim uchun ham men hozir sizni yoningizdaman. Agar men xato qilmasdan, hamma narsadan sip-siriq tep-tekis o'tganimda men hozir siz bilan ko'rishmasdim va men buncha narsaga ham erishmasdim. Tushunarli Sarvinoz, yo'q demasdan intervyumizga kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sarvinoz onajonlariga ham intervyumizga olib kelganlar uchun rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Bugun sizlar bilan Ibrat farzandlari loyihasi bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.